Aka, men sizga do'stlik maslahatimni beraman. Uy oling, aka. Husniddin Realtor nima deyapsiz? Bruklinga kelganiga endi 20 yil bo'ldi atiga. 20 yildan keyin uy oladimi odamlar? What? Mana shu zdaniyani o 3-etajda turibman. Bor yo'g'i bir 3000 to'layman 2 bedroomga. 7 kishi turibmiz. To'g'ri bir xilda vannada uxlashga to'g'ri kelyapti, lekin yomon emas sharoitim. Balki shuni 700 mingga olib borishim mumkin. 2 bedroom katta 800 square footgina. Yo mana uyda o'ylab turaman, nima deysiz? Mana 1910-yil ekan xolos-da, 115 yil nima degan bu Novostroyka degani, shuni olsam bo'lmaydi, nima deysiz? Qo'ying bularni, men sizni Staten Islandga olib boraman. Staten Islanddan uy olasiz, aka. Staten Islandda qo'ying, vobshe uzoq-u, qanday boraman u yoqqa? Uzoq emas, yuring, men sizga ko'rsataman. Ya mayli, bo'pti, yuring ko'rsating. Staten Island nimasi yaqin, uzoq-ku bu. Mana ko'rinib turibdi-ku, mana shu ko'rinib turgan joy mana shu Staten Island bo'ladi. Yo'q, orada suv turibdi-ku, suvdan o'taman deb bola chaqam baliqlar yeb ketib qo'ying-ya, qurban bo'lmay. Ya qanaqa suv, mana ko'prik qurib qo'yishgan-ku, mana shu ko'prik bilan yurasiz. Mana ko'prikmi bu? Mana shu Verizona ko'prigi bilan yo'q, borlar. boshim tushib ketib, odam yurak betlamayapti-da, Bruklinga o'rganganmiz. Qo'ying-ya, mana shu yerda qola qolaylik. Bir marta xo'p deysiz, gapga quloq soling, ketdik. Mayli, faqat bir marta boraman umrimda lekin. Mana aka, ko'prikka ham chiqib oldik. Ko'prikning narigi tomoni Staten Island. Kayfiyatli qalay? Yurak orqaga tortib ketyapti-da, u og'zidan suv qochyapti. Odam Bruklinga yomon qattiq o'rganib qolgan ekan. Chiqishga qo'rqyapman-da, bu ko'prigingda U-turn qiladigan joyi yo'qmi? Tavba qildim, Husniddin Realtor, men qaytmoqchiman bo'ldi. Men ola olmayman u yoqdan. Men qaytaman bo'ldi. Nima qilsam ekan? Haydang. Bruklin jon orqada qoldi. Mana Staten Island uylari aka, ko'ring, Novostroyka. 800 ming narxi. Ha, 800 mingga nima, qaysi etajni olyapman hozir? Hamma etaji, shu 3 ta etaji ham sizga tegishli. Yo'q, mumkin emas. Bruklinda bitta etajni beradi-ku. Mana parkovkani u boshi menikimi, bu boshimi? Hammasi sizga aka, xohlagancha mashinangiz. Yo'q, hamma parking mengami. Ichini ko'rsam bo'ladimi? Yuring, ketdik. Wow. Aka, marhamat uyga. Wow, yomon shifti baland ekan-ku. Kattaligini qarasal, bemalol mana shuni bitta xona qilsam bo'lar ekanda. Xonalar tepada, yotoqxonalar. Yo'q, qani ko'raylikchi. Oshxonaga marhamat aka. Wow, oshxona vobshe zo'r ekan-u. Hozirgi oshxonadan 2 barobar ekan. Men balkonmi? Mayda mangal qilsa bo'lar ekanda steyklar. Balkon emas, tashqariga chiqing, огородlari ham bor. Yo'q, bu yoq paxta hammasi sizga tegishli. Bemalol bolalar maza qilib o'ynar ekanda, Bruklindan 10 barobar yaxshi ekan-u. Wow, xonalari ham katta ekan. Bu kichkintoy xonasi bo'ladi, xudo xolasa. Bechara aka-ukalar bilan xonani bo'lishib charchab ketdi. Bu qayer ekan? Bu vannalari ham akkuratni toza ekan. Narada yana xonalari bormi? Qo'y. Kelish kerak bu Staten Island deganiga, kelish kerak ekan. Aka, Staten Island uylari qalay ekan? Gap yo'q, bomba ekan, Staten Island ekanda hayot o'zi. Lekin bitta jiyanim borda, 12 oydan beri uyimda turibdi, chiqib ketdi olmayman-da. Unga sharoit yo'q ekan bu yerda lekin. Shunaqa deyishingizni biluvdim-da, mana basementli uyga olib keldim-ku sizni. Mana pastida buni yana bitta joyi bor. Yo'q, men aytdim, alohida ekanda kiraverishlari ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil lekin. Men uchun xona qo'ysam bo'lar ekanda, shundaymi? Yo'q, bu emas, xonasi yotoqxona tepada, yuring ko'ramiz. Yo'q, qani? Buni o'zini vannasi ham bor. Qoyilmisiz? Wow, sizni bezovta qilib tepaga chiqib o'tirmaydi. Zo'r ekanda, men uchun oshxona qilib bersam, o'zi shu odam tepaga ham chiqmaygan. Mana uni ham razmeri katta ekan, xona qo'ysa bo'lar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Alyo, xotin, hamma ko'ch-ko'ronni yig'ishtirib kelavergin. Men saroy topib qo'ydim senga. Arzimagan $800,000 Staten Island ekan hayot. Kelgin tez-tez, men hozir Uber chaqiraman senga. Alo, Galchka, g'alati yangilik bor. Bo'ldi uka, dokumentlar hammasini qilgan, men qo'l qo'yaman. Yo'q, bugun mumkin emas. Yo'q, bo'ldi, ertaga bo'ldi, qo'l qo'yamiz.